bovam aytqan hikmetler. Emgekingning qadrini bil. Avazda Guncham Rozi. Burunqi zamonda bir dehqon o'tgan ekan. U yozda terixchilik qilib, topgan ashliqi bilan qishni o'tkazadi ekan. U bir qishda bir uyning havosini tangshab, chilgi teribdi. U chilgini podshoh misin deb podshohga sovg'a qilibdi. Podshoh chilgini ko'rib dehqonga: "Qishda chilgi terish usulini sen qandoq o'ylab topding?" debdi. Dehqon usulni bir-birlab so'zlab beribdi. Podshoh: "Barakallah" debdi. "Chilgining beshini podshoh esa deb akardingmi?" debdi. "Ha-a" deb javob beribdi dehqon. Podshoh dehqonning akalgan chilgisiga 3 barakalla bilan yo'lga sapdi. Dehqon bir oshxonaga kirib, 10 manta buyurtib, mantini yeb bo'lib: "Oshpaz ustam, mushu manta qasqanda pishdimi?" deb so'rabdi. "Ha-a" deb javob beribdi oshpaz. "Barakallah" debdi dehqon. Yana: "Mushu mantini o'zlari atlimi?" debdi. "Ha-a" debdi oshpaz. Dehqon: "Ha, bek o'xshabdi. Barakallah" deb oshxonadan chiqib ketibdi. Buni ko'rgan oshpazning achchig'i kelib: "Sening quruq barakallahning nima kerki? Uningga 10 mant kelmaydi" deb dehqonning yoqasidan so'rab, podshohning oldiga kelibdi. Oshpaz bo'lgan ahvolni so'zlab beribdi. Dehqon: "Sizlar boyatin mening chilgamni 3 barakalla bilan olgan edilar. Men bu 3 barakalla bilan 10 mantining pulini to'lamadim" debdi. Podshoh nayt xijil bo'lib, mantining pulini to'lab dehqonga ayrim inom beribdi. Hikmet: sen bir ömür ajr sindirgan emgekingdan rohat ko'rmasang, u hech nimaga teng emas. Aramizda shunday kishilar borki, ular tirishib emgak qiladi. Ammo emgakining qadrini boshqalarning bahosiga asosan o'lchaydi. Sen emgakingga oldi bilan o'zing baho ber. O'zingga arzisa, boshqalarga ham arziydi. Hikoyatdagi dehqon o'z emgakining boshqalar tarafidan badalsiz egilinib ketganligi uchun qayg'urmasdan, aqlini ishga solib, siyliq yo'l orqali tegishli haqqa erishdi. Agar u bu xil usulni qo'llanmasdan podshohga bevosita haq berishni aytgan bo'lsa, o'xshamagan oqibatning kelib chiqishi muqarrar edi.